bularga mehr ko'rsatib, qanchalik bularni avaylab asrab, ularga don-dun bersak, qanchalik u dunyoyimiz uchun savoblar yoziladi. Chunki bu yaratgan Rabbimning yaratgan mo'jizalari bular. Ularni o'ldirib, qiynab, och qolganini ko'rib turib ham indamay o'tib ketsak, bu noinsoflik. Qarang, bularni beg'ubor, bular tinchlik, musaffolik, soflik ramzi. Bular ham farzand ko'radi, bir-biri bilan juftlashadi, ko'payadi. Bular ham xuddi bizdek inoq ahil bo'lib bir-biri bilan yashaydilar. Bu ham yaratgan Rabbimning mo'jizalaridan, bir ne'matlaridan biridir. Allohim shunchalik qodirki, Rabbim cheksiz kuch, quvvatga ega. Yaratgan Rabbim yasagan narsalarini, yaratgan narsalarini gapirishimizga tillarimiz ojiz. Mana shularga jon ato qilgan, bittigina yurak ato qilgan Allohim shunchalik qodirki, mehribon Rabbim buyuk kuch qudrat egasi. Shuning uchun yaratgan Rabbimni